Xamir uchun kerakli masalliqlar: suv, 4 qoshiq yog' qo'yib, keyin xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi, uni tindirishga qo'yamiz. Kichkina zuvolachalarni yasashni boshlaymiz. Bularni yasab bo'lganimizdan keyin somsalarimizni bukib olamiz. Mana bizda nachinkasi ham tayyor. Buni tayyor somsaning xamirlariga yoyib chiqamiz va bukib chiqamiz. Bizda shunaqa holat. Va bu bizning огород. Tandirda pishyapti somsalarimiz. Mana somsalar ham tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.